ushbu videoni ko'rmagan bo'lsangiz bir ko'rib baho bering-da. Bu bolani oshish jarayoni butun dunyoni hayratda qoldirdi desam adashmagan bo'laman. Hammani qoyil qoldirdi desam ham bo'laveradi. Qo'li polvon ekan. Keyin qo'liga olgan oshni shunaqa yeyapti, endi haqiqatda tahsinga sazovor. Buni qilib ochig'ini aytganda men yeyolmayman. Agar siz yeyolmaydigan bo'lsangiz, kommentariyada men yeyolmayman deb yozib izoh qoldirib keting. Mana bir tovoq oshni xudo xolasa yeb bo'lay deb qoldi. Oy. Mana tovoqni tozalayapti. Tovoqni tozalab, endi mana tovoqqa choy qo'ydi. Eng zo'r mazali joyi ham shu joy, eng katta savob joyi ham shu joy. Savobni ham o'zim bilan olib ketay debdi-da, qaranglar. Qoyil. Gap-so'z yo'q. Qoyil qoldi, haqiqatda. Yashang.